Endi men mushu loyilagan narsamni, yana mushu knopkamni bir oz suzuklaştirmoqchi. So'z suzuq holatga kelmoqchi bo'lib qoldim. Shundaqmi? So'z suzuq holatga kelmoqchidim. Davos buni mayadan tangshaymi? Suzuklashdi hozir. Biroq bu xil suzuklik menga toz yiqib ketmadi. Shundaqmi? Unda qilsam bu ostida bir narsa bo'lsa, suzukdek ko'rindi ekan. Masalan, misolga olayli. Mayadagi suzuklik darajasi muvofiq tangishsak, bizga toz ko'ngildagidek chiqmadi bu, shundaqmi? Ko'ngildagidek chiqmagandan keyin men hujjatdan birini ochay. Rasm hujjatidan birini ichib, mush hujjatni navbatdagi mushu knopkamninki ostiga kirgizib beray. Oldin mayak olgandan keyin hujjatni o'chirib, mushning ichidagi ba'zi bir rayonlarni men ash knopkaga olib qolmoqchi. Shunga buni knopkaning ostiga aytishdimi? Aytishib, ondan keyin ma'ni sal kichiklashtirib, kichiklatgandan keyin mundaq cho'riyman. Aylandırgandan keyin men jazmlashtirdim. Jazmlashtirib, ma'ni chetgacha eklay. Ekagandan keyin qavatni ochdim, qavatni. Qavatni ochdimga, qavatni ichib, navbatga men knopka bor, ya'ni sal suslashtirdim. Sal suslashtirib, men cho'ngaytib kirib baqayli. Cho'ngaytsam bir xil orasiga bir xil unum kiribdi-ku, men bundaq kesib olgandek. Buning boshqa xil chiqarish usullarim bor albatta. Shundaq ekib baqamiz. Qaysi maskasi shu rayon qarta chiroyli o'g'inni tanlayli. Eng yaxshisi yana musha o'xshaydi buning. Shtarak tanladim. Maya bir xil unumlik chiqdi-ku. Chiqqandan keyin yana qavatni ichib, mening ustida meni yana shu knopka hozir men yasayotgan narsa bor, qavatni tanlab, knopka taxtasining kontrolni besib turib, ustiga birini chekman. Chekib, ondan keyin ma qavatni tanlab, mush qavatning o'zida knopka taxtasining control shift ayni yoki bo'lmasa tanlashning ichidan ta'tir tanlash deganni tanlab, qolgan yerni o'chirayman. Control D. Tanlashni bekor qildim. Endi qarasam, mening ma knopkam sal o'zgacharoq knopka bo'ldimi, qandaq? Ya'ni orasiga bir narsalar singishib ketgan bir xil o'zgacha knopka bo'ldi. Endi buningki qiynaqlik darajasini muvofiq tangshaymi, ya'ni mushu laylayotgan knopkani 70 ga tushib qo'yibdiman-ku, dara qilib 80 qilib qo'yay. Yoki bo'lmasa bilinmas chiqsin uchun 90 qilib qo'yay. 90 qilsam, texmi o'zgacha chiqadi ma knopka.